Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi muqaddimalar xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Beruniyda ekan. Beruniy Kirov deb aytiladi. Beklar-Beki ko'chasi 4-uyga geldik. Bu xonadonimiz bizlarga bir 10 gün oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdik, xudo xolasa. Bu xonadonimizga 35 milyon 450 ming so'm pul chiqdi. Hamma vaji o'zlarimizdan bo'ldi. Bu xonadonimizga inshaalloh zamonaviy batareyalarni qo'yib, demir sistemadan qo'ldan kelgancha ishlatib, akkurat etib ishladik. Kim shuningdek отопленияlik xizmatlari, boshqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bu xonadonimizga 140 dona batareya ketdi, 10 yera batareya qo'ydi. Yine divanning orqa tarafidan ham döşelashini. İnşaatına qo'ldan kelgancha akkurat etib ishlaganmiz. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Yine joylaringiz oboy bo'lgan bo'lsa, orqayin buyuraverasizlar yine. İnşaatına oboy bo'lgan yerlarni qo'ldan kelgancha akkurat etib döşganmiz. Yine bir de endi ozgina chang oldu elashtirmaysizlar inshaalloh yine. Şunu bilen bu uydagi ishlarimiz ham Xudo xolasa o'z yakunina yetdi nasib etsa. Yana bina polni tiylarni o'tishi. Yana bu batareyalarni qo'yilashi yana. Buyoqi bani bo'ladi ekan. Baniga yana 2 dona batareya qo'yildi. Buyoqina birsi, buyoqina birsi. Bu xonadonimizga 33 milyon pul chiqarib berib ketdik. Doполнительный ish qo'shdilar, shuning uchun puli sal oshib ketdi. 20 bo'ka batareya qo'shdilar yana. Bir tochka yana plus minus qo'shdilar. Sizlarga endi xudo xolasa o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan qatiyollarimizni ko'rsatib o'tsak, qatiyolimiz Teplo Shavot 91 dan 425 83 87 telefon nomerlarimiz. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalarningizni ayamanglar, xudo xolasa. Ben yine uyni egasini aga kelavering. Endi shu batareyani ushavering qani qiziqmagan aga. Qizg'on. Aytgan ishlarimiz ma'qulmi aga? Bularni normal aytgan ishlari. Esa inshaalloh tabliniga aga 1 yilcha garantiya, nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz aga. Yine hamyurtlar yaxshi ishlarimiz puxta ishlangan. Hamma narsasi. Yine yurtdoshlar xudo xolasa ko'rib tursalar, yine qizdirib bir qator bayaqni siz kimi bo'lasiz bu uyni? Bu uyni kimi bo'lasiz? Bu uyning jo'rasi bo'laman. Jo'rasi haqida. Yine uyni egasini o'zi Rossiyada, bayaq yine jo'rasi bo'lgani yine tekshirtirib, xudo xolasa qabul qilib olyapti. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakunina yetdi, xudo xolasa. Sizlar endi o'zlarimiz bir qatyollarni ham ko'rsatib o'tsak, qatyolimiz Teplo Shavot brend aslında o'zim ishlab chiqaraman. Kim shuningdek qatyollik xizmatlari, boshqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Qatyolimiz ham ishlash jarayonida. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham xudo xolasa o'z yakunina yetdi. Qatyolimiz ham yana ichidan bir qator ko'rsatib o'tsam sizlarga. Qatyolimizni o'zini yonish jarayonini. Yana doğru arka tarafına ketadi yana arqaga. Pasa qarab yetib turibdi yana zet markasından. Shu bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakunina yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda görüşguncha.